Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarni yana Farhod Tursunov. Demak, navbatdagi video darslarimiz bilan boshlaymiz. Navbatdagi video darsimiz juda ham qiziqarli bo'lgan fanlarimizdan biri raqamli va axborot texnologiyalari fanidan bo'ladi. Demak, bizda ilk mavzuyimiz raqamli va axborot texnologiyalari fanining maqsad va vazifalari. Demak, ushbu fan haqida, ushbu fan nimaligi haqida, u nimalarni o'rganishi, ushbu fan doirasida biz nimalarni o'rganamiz, shu haqida savollarga javob berishga harakat qilamiz. Demak, darsimizni diqqat bilan kuzatib boring. Sizda qanaqadir savollar bo'lsa, albatta bizga yuborishingiz mumkin bo'ladi, bemalol. Demak, biz boshladik. Raqamli texnologiyalar. Xo'p, biz raqamli va axborot texnologiyalari fanini o'tishdan oldin birinchi fanimizning mazmun mohiyati nimaligini bilib olishimiz kerak. Fanimiz, bilasizlar, ikki qismga bo'lingan: raqamli va axborot texnologiyalari. Biz keling buni alohida tushunchalar orqali tushunishga harakat qilamiz. Birinchisi raqamli texnologiyalar. Raqamli texnologiyalar ma'lumotlarni raqamli shakldagi 0 va 1 kodlar orqali saqlash, uzatish va qayta ishlashga asoslangan texnologiyalar majmui. Ya'ni bugungi kunda biz ishlatadigan texnologiyalarning asosiy qismini raqamli texnologiyalar tashkil etadi. Qaysi ma'noda? Misol uchun, kompyuterlar, planshetlar, ijtimoiy tarmoqlar, elektron to'lovlar, sun'iychilik, bulut texnologiyalar, blokcheyn, raqamli ta'lim platformalari va hokazo barchalar. Nima uchun aynan raqamli? Yuqorida aytilganda raqamli shaklda yuritiladi bu ma'lumotlar. Uzatilish, qayta ishlash, ular ustida amal bajarish va hokazo barchalari raqamli ko'rinishda bo'lganligi uchun. Raqamli bo'lmagan texnologiyalar ham bor. Bu haqida biz boshqa mavzularimizda gaplashamiz. Biz hozir e'tiborimiz faqat raqamli texnologiyalar haqida gaplashishga qaratamiz. Xo'sh, endi esa axborot texnologiyalariga to'xtalamiz. Axborot texnologiya degan tushunchani biz avvalgi darslarimizda ham juda ko'p qaytarganmiz, takrorlaganmiz, aytganmiz. Shu yerda siz bilan muhokama qilganmiz. Axborot texnologiyasi aslida juda ham keng tushuncha. Uning ichida bir qancha sohalar, yo'nalishlar, ilm-fan yotibdi. Biz umumiyroq qilishimiz mumkin. Qaysidir sohaga xos bo'lgan ta'rifini ham keltirishimiz mumkin. Xo'sh, bu yerda nima deya olamiz? Axborotni yig'ish, saqlash, uzatish, qayta ishlash va undan foydalanishni ta'minlovchi usullar, dasturlar va texnik vositalar majmui. Qisqaroq qilib aytganda, biz agar uni ichkariroq kirib ketsak, juda ham murakkablashgan holatda yoki oddiy holatda, o'rta darajada, har xil holatda biz ta'riflar berishimiz mumkin bo'ladi. Axborot texnologiyani siz bugungi kunga mos bo'lgan zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlangan asrda aynan hozirgi davrimizning asosiy vositalari, hayotimizga yengillik kiritadigan, barcha sohalarga yengillik, yangilanish olib keladigan asosiy texnik vositalar majmui desak ham bo'ladi. Bu bir kichkina dasturdan tortib katta bir qurilmalargacha ham misol bo'la oladi. Misol uchun deyapti, ma'lumotlar bazasini ishlash, dasturiy ta'minotlar, misol Excel, Word, Photoshop va hokazo, elektron pochta messenjerlar, axborot xavfsizlik tizimlari, tarmoq texnologiyalari, undan tashqari bugungi kunda juda ham rivojlanib ketayotgan raqamli pullar, blokcheynlar, kriptovalyutalar va hokazo juda ham ko'p yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Raqam texnologiyalar. Yana biroz qaytamiz nimaga? Endi esa raqamli texnologiyalar va axborot texnologiyani biroz yana taqqoslaymiz. Sizda albatta savol tug'ilishi mumkin. Chunki boshqa foydalanuvchilarimizda, talabalarimizda ham mana shu savol juda ham ko'p kelgan bizga. Raqamli texnologiya nima, axborot texnologiya nima? Biz hozir yuqori ta'rifini aytdik. Endi qisqacha buni solishtirib ko'ramiz. Raqamli texnologiya texnik asos, ya'ni ma'lumotni raqamli shaklda saqlash va uzatishni ta'minlaydi. Axborot texnologiyasi shu raqamli texnologiya yordamida ma'lumotlar bilan ishlash jarayonini tashkil etadi. Ya'ni raqamli texnologiya bu vosita, axborot texnologiya bu usul deb qabul qilishimiz mumkin. Qaysidir ma'noda. To'g'ri, biz uni kengaytirsak, boya aytganimizdek, juda ham ichkarilashib kirib ketsak, biz to'laqonli o'rganishga harakat qilsak, bu kengroq tushuncha bo'lishi mumkin. Lekin biz hozircha mana shu orqali bilishimiz maqsadga muvofiq. Raqamli axborot texnologiya tushunchasi bugungi kunda bir-birini to'ldiradi. Bekorga bizning fanimiz raqamli va axborot texnologiyalari deb yuritilmayapti. Aynan shunday. Raqamli va axborot texnologiya fanining rivojlanishi, demak, bu fan qanaqa rivojlandi? Esingizda bo'lsa, ilk yaratilgan kompyuterlar degan biz videolar chiqarganmiz o'tgan yili. O'shanda ham biz aytganmiz, kompyuterlarning rivojlanishi, raqamli va axborot texnologiyalarining rivojlanishi, hisoblash mashinalarining rivojlanishi, matematikaning rivojlanishi bilan bevosita bog'liq deb aytganmiz. Dastlabki bosqich axborot uzatish, saqlash qadimdan mavjud bo'lgan davrlar, o'sha qo'lyozmalar, qog'ozlar va hokazolar endi paydo bo'lgan davrdan boshlanadi, chunki
to'g'ri u yerda texnologiya bo'lmagan, lekin ma'lumotlar, axborotlar bo'lgan bu yerda. Aynan axborotlar rivojlanishi bugungi kunga kelib texnikaning rivojlanishi bilan bevosita bog'liqlik hosil qilmoqda. Kompyuter yaratish 1940-50 yillardan boshlab bu bevosita elektron hisoblash mashinalarining birinchi davrini boshlab bergan davr hisoblanadi. Aslida 45-55 yilda o'z ichiga oladi bu. Axborotlar raqamli shaklga o'tkazish jarayoniga yo'l qo'yadi bu. Mana birinchi kompyuterlarning ishlashini ko'rib turibsiz rasmlarda, bir nechta insonlar tomonidan boshqarilgan bu. To'liq avtomatlashgan elektron holatga o'tgan davr hisoblanadi. Sekin-astalik bilan rivojlanadigan davr. Dasturiy ta'minot ofis texnologiyalari davr 60-80-yillar o'sish yo'li, masalan MS-DOS, Unix operatsion tizimlari paydo bo'lgan davrlar, ma'lumotlar qayta ishlash vositalari paydo bo'lgan davrlar, shaxsiy kompyuterlar, siz bilasiz shaxsiy kompyuterlar haqida ma'lumot bor, videoda bor bilasiz. Axborot texnologiya ta'lim, biznes va ilmiy izlanishlarda qo'llanish jarayonlari boshlanadigan davr hisoblanadi. Internet va global axborot makoni. Xo'p, bunda 1990-yildan boshlanyapti. Ya'ni hozirgi kunga davom etyapti bu narsa, chunki globallashuv bor bilasiz. Ya'ni internetning ommalashuv yangi bosqichga chiqishi, elektron pochtalar, veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, axborot texnologiya jamiyatning turli jabhalariga to'laqonli kirib borishi, axborotlashgan jamiyat tushunchasi. Ya'ni bugungi kundagi holat nazarda tutilyapti. Raqamli texnologiyalar davri 2000-yildan hozirgacha, ya'ni biz bu aytganimiz axborotlashayotgan davlat yoki globallashuv hozir ham davom etyapti, lekin 2000-yildan beri yangi terminlar kiritilyapti bu yerda. Ya'ni raqamli texnologiyalar davri. Mobil telefonlar, bulut texnologiyalar, big dataning rivojlanishi, raqamli iqtisodiyot, axborot xavfsizligi, kiber xavfsizlik va boshqa yo'nalishlarning yangi bosqichga chiqishi. Ya'ni biz hozir ko'pincha sun'iy intellektlarga biz tayanyapmiz, tizimlar, platformalar, xavfsizlik masalalari ham aynan shunga suyanyapti, lekin 2000-yillarda birozgina soddaroq ko'rinishga ega bo'lgan sun'iy intellektning birlamchi qadamlari bor edi. To'g'ri, sun'iy intellekt o'tgan asrda paydo bo'lgan, lekin raqamlashuv 2000-yildan buyog'iga juda ham rivojlanib ketgan. Va kelajak istiqbollar bu yerda sun'iy intellektni birinchi navbatda aytishimiz kerak albatta. Chunki sun'iy intellekt mashinaga o'qitish barcha sohalarda qo'llanilishi, turli sohalarga kirib borishi, blockchain texnologiyalari, virtual muhitlar, o'sha Internet of Things deyiladi, IoT texnologiyalarining rivojlanishi, qurilmalar bilan o'zaro aloqalar, tarmoqning kengayishi, qolaversa ma'lumot uzatishdagi tezlik, vaqtning chegara bilmas holatda davom etishi, ya'ni hech qanaqangi hajmning o'lchanmagan holatda bir-biriga ma'lumot uzatish insonlarni. Kiber xavfsizlikning eng muhim masalalaridan biri bo'lib qoladi. Nima uchun kiber xavfsizlik bu yerda alohida tilga olinyapti? Sababi sun'iy intellekt rivojlangandan keyin inson omilining pasayishi, bu yerda avtomatlashgan tizimlar, robotlar, sun'iy intellektlar o'zi hal qilgandan keyin tabiiyki birozgina xavotirli xavflar ham yuzaga kelib qolishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida eslatib o'tib ketyapmiz shunchaki. Raqamli axborot texnologiya fanining maqsadi. Endi esa biz raqamli texnologiyalar haqida gaplashgandan keyin fanimizning maqsadiga to'xtalishimiz kerak. Xo'sh, fanning maqsadi nima? Talabalarga zamonaviy raqamli muhitda ishlash, axborotni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash, uzatish jarayonlari, shuningdek kompyuter texnologiyalari hamda dasturiy vositalardan samarali foydalanish bo'yicha nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar berishdan iborat. Xo'p, biz hozir asosan nazariyaga e'tibor qaratyapmiz. Amaliy darslarimiz ham bor, albatta, kanalda ko'rishingiz mumkin, platformada ko'rishingiz mumkin, bemalol. Amaliy darslarda ham bularni bevosita ko'rib borishning imkoniyatiga ega bo'lasiz. Albatta, diqqat bilan kuzatib borishingiz kerak bo'ladi. Raqamli axborot texnologiya fanining vazifalari. Aslida bu fanning vazifalari juda ham ko'p. Sababi fanimiz bugungi kun bilan bevosita bog'liq. Ya'ni bugun aytayotgan ma'lumotimiz ertaga o'zgarib qolishi mumkin. Ya'ni yangilanish bu. Eskirish desak biroz g'alati bo'ladi, chunki yangilanish desak to'g'ri bo'ladi. Chunki modernizatsiya jarayoni har bir daqiqada, har bir soatda davom etyapti. Har bir platformada, har bir tizimda, dasturlarda davom etayotgan bir jarayon. Shuning uchun biz bugungi ma'lumotimizni ertaga to'ldirishimiz, yangilashimiz mumkin. Bu hech qanaqangi g'alati hodisa emas. Asosiy tushunchalar o'rgatish, axborot va uning turlari, axborot saqlash, yig'ish, saqlash va hokazo, raqamli qurilmalardan foydalanish, amaliy ko'nikmalar shakllantirish, kompyuter va mobil qurilmalardan foydalanish, operatsion tizimlar, dasturiy ta'minotdan foydalanish va hokazo ishlarni bajarishga yordam beradi. Bundan tashqari ham vazifalari bor, masalan, axborot xavfsizligi bo'yicha bilim berish, tahlil va kreativ fikrlashni rivojlantirish. Nima uchun? Mana aynan tahlil va kreativ fikrlashni rivojlantirish deyapti.
biz yuqorida aytdik, global muammolar paydo bo'lib qolishi mumkin. Raqamli texnologiya rivojlanishi bilan qancha yengillik berish ortidan, qancha rivojlanish, avtomatlashtirish ortidan xavflar ham yuzaga kelishi mumkin. O'sha xavflarga nisbatan inson omili o'laroq inson ham shaxsiy prinsiplarni qo'yishi, ba'zi bir murakkabliklarni o'zi yechmog'i lozim. Sababi raqamli qurilmalar har doim bizga 100% himoya vositalarini yoki 100% ishonchda bera olmaydi. Shuning uchun kreativ fikrlash bizga ko'proq kerak bo'ladi. Raqamli texnologiya yordamida muammolarni yechish, loyihalar ishlab chiqish, zamonaviy dasturlardan foydalangan holda samarali yechimlar, optimal yechimlarni ishlab chiqish nazarda tutilyapti. Axborot kommunikatsiya texnologiyani AKTni turli sohalarda qo'llashni o'rganish, ya'ni siz hozir qaysi soha vakili bo'lishingizga qat'iy nazar ushbu darsni ko'ryapsiz, to'g'ri. Lekin kompyuter ishlashni o'rganib olsangiz, siz o'zingiz sohangizda davom etaverasiz. Masalan, siz ijtimoiy gumanitar soha, fanlar bo'yicha o'qiyotgan bo'lsangiz, tahsil olgan bo'lsangiz, shu fan yo'nalishga qiziqsangiz, o'sha yo'nalishga siz kompyuterda ishlashni, raqamli texnologiya ishlashni qo'llashingiz mumkin. Agar siz tibbiyot yo'nalishidan foydalanayotgan bo'lsangiz, o'zingizning yo'nalishingizda bemalol foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda hech qanaqa chegara yo'q. Biz umumiy kriteriyalarni foydalanish, amaliy ko'nikmalarni sizga aytamiz. Siz esa o'rgangan holatda o'zingiz sohangizda bemalol qo'llay olishingiz mumkin. Fanning dolzarbligi, to'g'risini aytsak, bu fan va bu fan doirasidagi boshqa fanlar dolzarbligi juda ham katta. Sababi mana bittagina misol. Bugungi kunda jamiyatning barcha sohalar, iqtisodiyot, ta'lim, tibbiyot va hokazo, hatto kundalik turmushimizda raqamli texnologiyalar chambarchas bog'liq. Shuning uchun fan yoshlarning raqamli savodxonligini oshirish, global raqamli makonda faoliyat yuritish ko'nikma berish, zamonaviy axborot texnologiya orqali yangilik yaratishga o'rgatish uchun muhim hisoblanadi, deyapti. Ikkinchidan, biz yuqorida aytgan vazifalar ham fanning dolzarbligi hisoblanadi. Ya'ni bugungi kunga moslashish, zamonaviylashish, kompyuter texnologiyalaridan, qurilmalardan, ilovalardan, tizimlardan yoki platformalardan foydalanishni o'rganish bugungi kun talabi. Ya'ni boshqa bir insonlar, sizning ishdagi hamrohlaringiz hech kim majburlamas, lekin siz bugungi kunda rivojlanishingiz uchun aynan raqam texnologiyalari, axborot texnologiyalari va hokazo barcha bugungi kunga kerak bo'ladigan texnologiyalar o'rganishga qaysidir ma'noda biz yoki siz majbur bo'lib qolamiz. Fanning qo'shimcha maqsadlari: xo'p, kreativ fikrlash, muammolar, vaziyatlarga qaror qabul qilish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish, raqamli platformalar, raqamli iqtisodiyot tamoyillarni tushuntirish. Xo'p, kreativ fikrlash degan tushunchaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Biz aynan siz axborot texnologiya sohasini ichidagi inson bo'lmasangizda, shunchaki raqamli texnologiyadan foydalanishni o'rganib olishingiz sizga balkim yangi g'oyalar berish imkoniyatini yo'lini ochar balkim. Chunki ko'pchilikda bilasiz, aynan o'z sohasida emas, boshqa sohaga shunchaki qiziqish tufayli ham yangilik kiritgan insonlarni yaxshi bilasiz. Balkim siz ham shu insonlar qatorida bo'lishingiz mumkin. Texnik ko'nikmalarni shakllantirish, axborot resurslari bilan ishlash. Ya'ni ma'lumotlar juda ham ko'p bugun, ishlashimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar. Shuning uchun yangi ma'lumotlarni qayta ishlashga biz ko'nikishimiz kerak. Ularni qanaqangi texnik jihatdan qo'llab-quvvatlovchi dasturlar, qurilmalar ishlashini o'rganib chiqishimiz aynan mana shu maqsadlarda kerak bo'ladi. Ijodiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish. Ijodiy innovatsion faoliyatni rivojlantirish deganda biz yuqorida aytdik, biror bir soha, boshqa soha vakili bo'lsangizda, lekin axborot texnologiya sohasida sizda biror bir g'oya bor, innovatsiya bor, uni ro'yobga chiqarishingiz mumkin albatta. Sababi 3D modellashtirish, multimedia vositalar, sun'iy raqam texnologiyadan foydalangan holatda, ya'ni bizda imkoniyat bu. Yangilik kiritishingiz mumkin bemalol. Tabiiyki, bizni aynan mana shu axborot texnologiya sohasida raqobat juda ham kuchli, sababi yangilanishlarning aksariyat qismi aynan mana shu sohada bo'lyapti. To'g'ri, boshqa sohalardan ham bor, lekin umumiy holatda asosiy bo'lganligi uchun mana shu jarayonni tanlab olishimiz kerak. Xo'p, fan o'qishdan kutilgan natijada talabalar mustaqil ravishda raqam muhitda ishlashni o'rganish, ya'ni siz o'rganishingiz kerak. Axborot xavfsizligi haqida, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish haqida o'rganishingiz kerak. Aktivdan foydalangan holda o'z ta'lim faoliyatini samarali tashkil etishda ko'nikmalarni hosil qilishingiz kerak. Yangi texnologiyaga tezda o'zlashtirish hamda amalda qo'llash qobiliyati. Siz kompyuterda ishlashda umumiy jihatlarni o'rganib olsangiz, boshqa platformalarda ishlashda, tizimlarda ishlashda hech qanaqangi muammolarga duch kelmaysiz. Ya'ni qaysidir ma'noda bitta mashinani boshqargan odam boshqa xohlagan mashinani deyarli o'zlashtirishi osonroq kechadi degan gap bilan bir xil. Raqam texnologiya fani boshqa fanlar bilan aloqasi, ya'ni matematika, birinchi navbatda matematika bilan aloqasi bor, sababi hisoblash matematikasi yotibdi texnologiyalar tagida. Fizika, kimyo, biologiya,
Ya'ni bular modellashtirish, laboratoriya natijalarini tahlil qilish, analiz, sintez qilish jarayonlarida axborot texnologiya bilan bog'liqlik olib boradi albatta. Muhandislik, elektronika, telekommunikatsiya, robototexnika bular aynan agar boshqa insonga aytsangiz, bular xuddi bizning sohaning yo'nalishlari deb tushunadi. Aslida bu texnika sohasi bevosita bog'liqlik joyi 100%. Xo'p, bu yerda uyga uchun savollarimiz bor. Raqamli axborot texnologiya degan nima tushunasiz? Ushbu fanni o'rganishdan maqsad raqamli texnologiyalar kelajakda qanday yangiliklar keltirib chiqaradi degan savollarga javob berishga harakat qiling. Biz yuqorida bu haqida sizga javob ham berdik. Izohlarda sizga bu javoblarni kutib qolamiz. Bugungi darsimizga aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Agar bu mavzuni kengaytirib tushuntiradigan bo'lsak, vaqtimiz anchagina ketib qolishi mumkin. Sizga taqdim etilgan adabiyotlardan ham foydalanishingiz mumkin. Bu haqida juda ham ko'plab ma'lumotlarimiz bor. Albatta biz bilan bog'lansangiz, biror tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bizga qo'shimcha ma'lumot berishimiz ham mumkin bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.